Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Hurmatli prezidentimiz tomonidan 3 ta libos asosida bank rahbarlari mijozlar bilan ishlash natijasida ularning bank bilan bog'liq muammolarini o'rgandik. Yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ko'plab topshiriqlar berilgan. Shu sababli ushbu topshiriq asosida bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Ko'pchiligingizga ma'lum, bizning Xalq bankimiz tadbirkorlar va jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga bir nechta kredit mahsulotlarini taklif etib keltirdi. Bulardan birinchisi bu hokim yordamchi tavsiyasi asosida berib turgan imtiyozli kreditlarimiz bu jismoniy shaxslarga 33 milliongacha, yuridik shaxslar uchun 300 milliongacha ajratiladi yillik 4 yildan 17,5%. Keyingi kredit mahsulotimiz bu bizga birinchi qadam kreditimiz 17 milliongacha jismoniy shaxslar o'zini band qilish orqali ajratiladi 2 yil muddati 27%dan. Keyingi kredit mahsulotimiz bu moliyaviy ommabop krediti, ya'ni inklyuziv mahalla loyihasida yuritiladi. 3 yil muddati 6 yil muddatlar bilan 25% erkaklar uchun, 24% xotin-qizlar uchun naqd ajratiladi. Keyingi kredit mahsulotimiz bu moliyaviy kreditimiz. Bu jismoniy shaxslarga 100 million so'mgacha bank xatasiga o'tkazib berish orqali o'zini band qilish